eshitamiz, lekin ishdan bo'shatmaymiz. Kommentariyaga negativ yozsa atvet qilishim mumkin emas, lekin ba'zida men o'zim profilimda atvet qilaman. Jahlim chiqib ketganda. Post kamroq olganman-da, eski postimni olib tepaga qo'yib turganman. Keyin yetkazib qo'yganman. Tushunyapsizlarmi buni ma'nosini? Bir marta mobilografim shunaqa yomon so'kkanimni qo'yib yuborgan istoriyaga. Buni ko'pchilik ko'rgan. Boshqa profildagi mobilograflar menga yozishgan. Uni tez o'chirib tashlaganmiz. Qizlarimiz sal urushqo'roq. Bir marta mikrofonni sindirib qo'yib, lekin men sindirmadim deb joyiga qo'yib qo'yganman. Qachon ulgurdingiz? O'zi endi keldingiz. Bir marta ish vaqtida shunaqa uyqum kelgandan video olmasdan uxlab yuborganman. Bir marta men bitta oyoq kiyimda 10 ta videoni olganman. Bilmayman sizlarni. Men ish vaqtida uchrashuvga chiqib kelib, hech kimga aytmaganman. Erga beryapmizmi? Bir kun soat 3 da ishdan chiqib, lekin izbrindiga video olib qo'ygan edim, soat 4 da chiqqanda tashib qo'ydim ularga. To'chni bo'shatamiz. Kecha umrimda birinchi marta ishxonada 2 soat uxlab qoldim. 2 soatdan uxlaydimi? Oy, hech kimga aytmasdan, ruxsat so'ramasdan bir kun dam oldim. Bir kunmi? Bo'shatamiz. Soat 10 dan ish. Men nima qilganman? Maktabga bolalarim kech qolgan bo'lganman. Yo'l-yo'lakay o'sha lokatsiyaga borib, Fesadi urib maktabga ketib yuborganman-da, obedga kelganman. Siz zo'risiz. Menga Rahim aka bu oydan oyligingizni oshirib beraman deganlar-da, keyin senikini oshirmaymiz degan. Lekin men buxgalterga borib oyligim oshdi deb o'sha oshgan oylikda olganman. Ishdamiz, lekin ishdan bo'shadik. Olmaliqga bir hafta bo'ldi kirganimga, hali lekin xato qilishga ulgurmadim. Plan qilib, bir kun 20 ta video olib, ertasi kun ish vaqtida maza qilib uxlaganman. Na mehr qoldi, na hurmat. Mikrofonni bittasini yo'qotib qo'yganman, hali kelganimga bir oy ham bo'lgani yo'q. Menejerimiz sizga jarima yoziladi degan payt tan olmaganman. Minus $95 oyligingizda. Yo'q topaman. Ish vaqtimiz o'zi 10 dan, lekin men 10 da kelib, serial ko'rib, bo'yanib o'tiraman. Mayli bittasini aytaman, oldin video tashirdik-ku. Ati video tashamaganman de, kech kelganman, 3 soat kech kelganman de, keyin esimdan chiqib qoldi deganman. Короче, gruppaga krujok video tashiymiz-ayu. Men tashamayotganimga 1,5 oy bo'ldi. Mana shu o'g'im eng zo'ri. Bir kun uxlab qolganman. Uyg'onsam, o'zi 9 bo'pti, ish vaqtim bo'lib qoladi. Men 3-4 kun oldin tashlagan videoyimni obratni qaytadan tashlab, ishdaman deganman. Bo'shatamiz. Men hali kasyak qilib ulgurmadim, noqisam obязательно aytaman. O'ylab qarasam, modellarning orasida eng yoshi kattasi o'zim ekanman. O'shaning uchun Jahongir aka meni oyligimni ham hammanikidan katta qilib berganlar. Wow. Hammalar bir bo'lib meni ishdan bo'shatib yubormaysizlar, chunki bu hazil edi. Bo'ldi. Modellikka ish o'rinlari bor. 12 ta viloyatga. Hamma model qizimizning o'rniga model qidirilmoqda.